2000 so'm pul olasizmi yoki qo'shasizmi? Agar qo'shsangiz muhtoj oilaga beriladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? 10 so'm pul qo'shasizmi yoki olasizmi? Agar olsangiz olib ketaverasiz, qo'shsangiz muhtoj oilaga beriladi. Qo'shib beraman, bo'ldi. Olyapsizmi videoga? Olaymi? Pulim yo'q-ku, nima qilay? Qo'yavering, men o'tiraman. Hazillashyapman mana. Qo'shib beraman. 5000. Rahmat aka. 10 so'm pul xohlasangiz olib keting. Olasangiz, qo'shsangiz xohlagan summangizni muhtoj oilaga beriladi. Qo'shaman. Rahmat. Hech kim yuzini olmaymi? Rahmat. Rozimisiz? Bo'ldi, rozi. Rahmat. Rahmat. Qo'yaveringiz. Assalomu alaykum. Hali yaxshimisiz? Video ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, rozimisiz? Xo'p. Hali 50 so'm pul, xalq puli. O'zimniki emas. Mashina olib qo'ysangiz degan. Uyga biror nima qilib. Tushamiz? Rahmat.